hozir esa men примерно qanaqa qilib 1-2 kun ichida $200-300 ishlashni ko'rsataman. 1800 qo'yapsiz. 1500 ga olgandim 3 kun oldin. То есть 4-5 kun ichida bizda toza $300 bor. Hozir buni sizlarning oldlaringizda sotilishini kutamiz. Buni grafik qayerda bo'lishi kerak? Aka 0%. 2 kun emas, 4 kun maksimum. 4 kunning ichida sof $318 hozir qoladi va yo'q yopildi. Historiyaga kiramiz. Ko'ramiz, $1813. Bu примерно plus-minus 21% adashmasam. $1811 bu komissiyasi bilan olgan. Doge monetasini olganman.